Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun 15-may 4-televizorimizni g'olibini aniqlaymiz. Yani 4 marta aylantiraman yana. 1, 2, 3, 4. Alın esa 5'ine. Mahmuddan ağamız yoki ukamiz o'tdi. 110 ming so'mlik chek etgan ekanlar. Hozir telefon o'tib ko'ramiz. 0800. Mahmud aka ko'rib o'tirgan bo'lsangiz bir televizor kirishdingiz yana. Bitta 4 tane mesela işte televizorla oynab turgan olsak hech kim telefonini olmaydi. Yoki ishda, yoki uxlab yotibdi, yoki krediti ko'p bu odamning. Yana bir marta o'tib ko'ramiz. Nomerim ham qo'rqinchli 1818. Mahmud aka telefonlarini olib televizor berib kerakman. Olsangiz olib borib kerakman borib. O'zim to'g'ri ustida. Uyda bo'lsangiz uyingizda, ishda bo'lsangiz ishingizda olib borib kerakman eng qiziq. Mahmud aka telefonini olmadingiz. Agar shu videomiz eldingizdan chiqqan bo'lsa, Gurgan supermarketga kelingdan televizoringizni akiting. 97lik 517 0800 abonent egasi sizning televizoringiz Gurgan supermarketda qarab turibdi. Hurmatli yurtdoshlar, sizlar ham kelinglar. 3 ta televizorimiz qoldi. 3 ta televizorni o'ynab bo'lgandan keyin Xudo xohlasa yeni yangilik aytishda biza to'xtamaymiz. Bizlarga podpiska bosib qo'ying, videolarimizga like va kommentariya yozib qo'ying. Обязательно. Hammaga omad. Assalomu alaykum, Farmon. Sog'lik yaxshimi? Amasag'ana. Gurgan supermarketda va bir gervadik ekan 100 ming so'mlik aytganingizni vazal ko'rdik. O'yin lekin realniy zo'r ekan, zo'r o'ylab netibsizlar. Interesan, qiziqtirish odamlarni kutilmaganda chiqdi. Nodimiz rahmat Gurgan supermarketda. Layamshin bunday o'yinlarni davom etaveringlar. Ish qilib, nodimiz ishlaringizga omad. Rahmat. Rahmat. Qarsak chalib boramiz. Abdush. Asog'ayna televizorimiz. Rahmat katta. Sog' bo'ling.